Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Investitsiya uchun arzon kvartira so'raganlar uchun mana bu Chilonzor 23-kvartaldagi Novostroykamiz 8-qavatning 8-qavatidan bir xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, podrobniy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu yerda parkovkalar uchun joylar bemalol, bolalar maydonchasi bor u yoqda. Bu yoqda kattalarimiz o'tirib uchun joylar yetarli. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ma'lumotini berib o'taman. Hurmatli obunachilar, mana uyimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Uyimiz umumiy kvadratini aytadigan bo'lsak, 34 kvadratdan iborat va tepasida 34 kvadrat yana mansardasi bor. Bundan oldin kvartirantlar yashagan tepa mansarda qismida $300 ga arendator turgan. Bu yoqni esa biz $450-500 ga ijaraga qo'yib beramiz o'zimiz. Uyimizning oshxona qismi hamma sharoiti bor. Oshxonada xolodilnik, kir mashina va bu yoq qismi esa balkon. Balkonda mana chiqqanimiz shahar ko'rinish qismi. Bu yoqda bolalar futbol maydoni bor. Xullas hamma sharoit bor kvartiramizda. Kvartiramiz bu oshxona qismi. Bu yoq qismi umumiy sanuzel. Sanuzelimiz ham chiroyli remont qilingan, oynalar qo'yilgan. Bu yoq qismimiz esa zal. Prixojin. Bu yoqda yumshoq mebellari bor, bu yoqda konditsionerlari bor. Uyimizda Euro remont mebel texnikali 34 kvadratdan iborat umumiy maydoni va tepada xuddi shunaqa 34 kvadratdan iborat yana mansarda qismimiz bor. Mansarda qismimizda shunday bonusga qo'shib beriladi. Uyimizni umumiy narxini egalarimiz talashib, tortishib 57.500 ga baholadik va agar realni olaman degan klient kelsa, undan ham tushib beraman deb aytdi. Pastga nomerlar qo'yamiz, lokatsiyalarni qo'yib qo'yamiz. Telegramda kanalimizga obuna bo'lsanglar, lokatsiyalar o'sha yerda bo'ladi. Kelib bemalol uyimizni ko'rib baraka qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.